chilla yondiradi. Wow. Yangi Sprite salqinlantiradi. Omonxon haqida 100 ta fakt. Ikkinchi qism. Qani ketdik. Omonxonni kutib olinglar. Asl ismi Omonxon, familiyasi Axatov. Omonxon 2004-yil 6-dekabrda tug'ilgan. 25 yoshgacha aniq uylanishni reja qilgan. Sevimli taomi manti. Oshni ham yurakdan sevib iste'mol qiladi. 16 yoshdan beri YouTube'da faoliyat olib boradi. YouTube'dagi faoliyatini karantindan 1 oy o'tib 2020-yilda boshlagan. Omonxon rus va ingliz blogerlardan ilhom olgan. Avvaliga video suratga olish uchun Ahad Qayyum studiyasining qurilmalaridan foydalangan. Buning evaziga kino, seriallarni tekinga montaj qilib bergan. Bu davrlarda hatto roltinga ham puli yetmagan. YouTube kanalini $1 trillion berishsa, sotishga tayyorligini aytgan. Omonxon yoshligida duduqlanib gapirgan. Qanchalik dudu bo'lgansiz? Bu qo'ygan. Deb shoqagan. Bu odatni yo'qotish uchun tezroq gapirishga harakat qiladi. Sekinroq gapira olmayman. Bu meni miyamga stop beradi. Va hozir juda tez gapiradigan bo'lib qolgan. 2025-yilda 2 million obunachi to'plagan. Rossiyalik Dima Maslenikovning ijodini sevib kuzatadi. Chempionlar ligasi o'yinini ko'rish uchun Londonga borgan. Hozirda asosiy Omonxon kanalida 3 million 400 mingga yaqin obunachisi bor. 2027-yilgacha 4 million obunachi yig'moqchi. Soch turmagi ilgari uzun, medium mallet uslubida bo'lgan. Keyinchalik sochlarini YouTube video uchun kalga olib tashlagan. 2024-yilda soch o'stirishni maqsad qilgan, ammo eplay olmagan. Katta maqsadi esa 10 million obunachi to'plash. Omonxon kanali avvaliga hayotiy shortslar uchun ochilgan, ammo hozirda bu shortslarni topa olmaysiz. Omonxonning yana 6 ta kichik kanallari bor. 1 million obunachi to'plaganida Million nomli ikkinchi mualliflik qo'shig'ini chiqargan. Birinchi qo'shig'ining nomi Tinch qo'ymani 2023-yilda yaratilgan. Omonxon kontent borasida songa ishlashni aytgan. $15,300 ga o'zi uchun Honchi mashinasini sotib olgan. Omonxon jamoasida 4 ta odam bor. Jamoasi bilan bir oyda YouTube ga 16 tagacha video tayyorlashgan. Omonxonda YouTubening 3 ta kumush knopkasi bor. 2 ta knopkani asosiy kanal va Omonxon Shorts kanali uchun olgan. 3-knopkaga esa shunchaki "Salom, bu Omonxonning 3-knopkasi. Siz esa like bosing" deb yozdirib qo'ygan. Oltin knopkani asosiy kanali 1 million obunachi to'plaganida olgan. Bu kanal 2021-yilda ochilgan. O'sha vaqtlarda video tayyorlash uchun uyiga 1 oyda 1 marta borgan. Omonxon universitetda o'qimagan. Kelajakda ham o'qish niyati yo'q. Bunga sabab universitet ta'limi kontrakt summasiga arzimaydi degan fikrda. Instagramdan ko'ra YouTube'ni ko'proq yaxshi ko'radi. Omonxon blogerlar bilan birga futbol o'ynagan. Bu bellashuvda g'olibga 5 million so'm berilgan, lekin Omonxon yutqazgan. 1 million obunachisiga 2024-yil 8-iyulda erishgan. Kanalning umumiy prosmotrlari 1,5 milliarddan oshgan. Omonxon 7 ta chet davlatda bo'lgan. Qiziq jihati, u har safar yangi davlatga emas, borgan joyga yana qayta borishni yoqtiradi. Birinchi sinfligida Omonxonni boshiga juda qattiq urishgan. Shu sabab u ko'zini tez yumib ochadigan bo'lib qolgan. Omonxon o'z xonasida sevimli burchak yaratgan va u yerga eng qadrli buyumlar, YouTube knopkalar va sovg'alarni qo'yadi. Omonxon testosteron va gormonlar balansi uchun turli dorilar iste'mol qiladi. Omonxon Kamol Qahhorov, Ahror Alixonov va Baburello bilan doimiy kollaboratsiya qiladi. Omonxon bu videolar uni bor potensiali emasligini va agar auditoriya jiddiyroq narsa xohlasa, uni ham qila olishini aytgan. Agar O'zbekistonda monetizatsiya yonadigan bo'lsa, butun O'rta Osiyoda yoki dunyoda shovqin ko'taradigan kontentlar qila olishini aytgan. Ilgari qo'rqinchli video suratga olishayotganida rostdan ham qo'rqib ketgan. Biroq oxirgi vaqtlar umuman qo'rquv yo'qolgan. Amirxon Umarov shousida yosh aktyor sifatida ishtirok etgan. Bu shouda uni mahoratsiz deb tanqid qilishgan. Yo'q bunda mahorat, yo'q bunda hech narsa. Omonxon 12-iyul kuni obunachilar bilan fan strecha o'tkazgan. Bu tadbir Navro'z bog'ida jonli efirda o'tkazilgan. Statistikaga ko'ra fan strechaga 3000 dan 4000 tagacha muxlis kelgan. Asosiysi bu tadbir barcha ruxsatlar va qonuniy hujjatlar rasmiylashtirib o'tkazilgan. Fan strechada Omonxondan tashqari Ahror Alixonov, Aka-uka, Gambit va boshqa mashhur blogerlar qatnashgan. Qabristonda olingan videolari Omonxon karyerasi uchun birinchi katta o'sishni olib
olib kelgan. Hozirda Darknet videolari Darknetga kirib, o'sha qotil kulovlarni yana chaqirib ko'raman. aynan shunday o'sishni olib kelyapti. Darknet 4-qism videosi bir oyda kanalni eng ko'p prosmotrli videosiga aylandi. Ya'ni bir oyda 10 million prosmotr to'plagan. Darknet videolari serial formatida bo'lib, hozircha 6 ta qismi chiqarilgan. Omonxon prosmotr bob videolarni doimiy yangi qismlarini chiqaradi. Misol uchun Darknet, qabr va stop kadr challenge-larini. Omonxon kanali ochilganida 30 ta video qo'ymagunimcha natijaga e'tibor bermayman deb aytgan. 30 ta videodan keyin esa kanalda 300 ming obunachi to'plagan. Omonxon hozir jamiyatga ta'sir o'tkazishga emas, prosmotr va obunachi to'plashga e'tibor beryapti. Omonxon kontentiga multfilmdek qarashlarni xohlaydi. Men o'zimni xuddi multfilmda ko'rishni xohlayman. Multfilmda. O'tmishda aktyor bo'lib, Kundosh va Voqea seriallarida rol o'ynagan. Omonxonning ota-onasi unga ishonishadi. Maktabda hech kim bilan qalin munosabatlar qurmagan. Doim oxirgi partadan hammani kuzatib o'tirgan. Birinchi ko'rgan podkasti Nima gap bo'lgan. 1 million obunachi to'plaganida Nima gap podkastida qatnashgan. Omonxondan sizni qanday odam sifatida eslashlarini xohlaysiz deb so'rashganida, shunchaki Smile deb javob bergan. Nima gap podkastida ham doskaga Smile chizib qo'ygan. Omonxon Sardor Salyamovni shaxmatda yutgan. Omonxon auditoriyasini asosan yoshlar tashkil qiladi. Videolarda asosan juda ko'p energiya va xarizma bilan gapiradi. Omonxonni birinchi yuklagan videosi Salom YouTube formatida shunchaki vlog bo'lgan. Omonxon YouTube'da stream qilib Minecraft va Robloxlar o'ynaydi. Omonxon ham YouTube'dan topgan daromadi uchun soliq to'laydi. Darknet 4-qismini streamda suratga olishgan. Darknet 3-qismini YouTube'ga yuklaganida YouTube strike berib, uni o'chirib tashlagan. Obunachilar esa Omonxon bizni aldayapti. U videoni suratga olmagan deb o'ylagan. Omonxon O'zbek YouTube'ida monetizatsiya yoqish mumkinligiga ishonadi. Omonxon yoshlar agentligi yoki yosh kitobxon kabi hukumat loyihalari bilan ishlashga tayyorligini aytgan. Videolarni $1000 kompyuterda montaj qilgan. Omonxon hayotda juda quvnoq va pozitiv odam hisoblanadi. Ishqiy va shaxsiy hayot haqida deyarli hech qachon gapirmaydi. O'zingizni 3 ta so'z bilan tasvirlang deyishganida Harakat qilaman. Yosh bolaman. Omonxon. deb javob bergan. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim yoki nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.